O'chirib tur. Fayoz, assalomu alaykum. Gips karton orqasidan ham treshina bergan. I bu yog'idan ham beryapti. Bu narsa narigi burchagimizda ham, bu yoq burchagimizda ham bor shu narsa. Shuni bir gips kartonchi okalar bilan bir maslahatlashsa yoki o'zingiz bir fikr bildirsangiz, nima sababdan yorilayotganini, shuni sababini bila olmayapmiz. Qamariddin aka, muammo nimada deb o'ylaysiz? Sababi o'tda gipsiy karton burchaklarini alohida qo'yishgan ekan, stik berib qo'yishmagan. Muammo bizda qo'chchilarda deb o'ylayman, bitkachchilarda akkuratni ishlashmaganini hisobiga treshina ketib qolgan bo'lishi mumkin. Tog'a, siz nima deysiz? Menimcha tiyagadan bo'lsa kerak, tiyaga qurish jarayonida o'sha tortib olgan bo'lsa kerak. Peshanalari katta tiyaga ekan, kamizda. Akrom, sen nima fikrdasan aka? Gips kartonni o'zi deb o'ylayman. O'chirib tur. Akrom nimada ekan muammo? Balki uy cho'kkandir. Akalar, sizlar nima fikrdasizlar? Iloji bo'lsa kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar.